Xo'p, anginalarni sodda qilib tushuntirganda ikkiga bo'lib o'rganaylik. O'tkir va surunkali. O'tkirida isitmalar bo'ladi, og'riq bo'ladi, og'iz bo'shlig'idan yoqimsiz hidlar keladi, badan qaqshiydi. Bunaqa holatlarda antibakterial terapiya, ya'ni antibiotiklar bilan davolash kerak bo'ladi, tomon chayish kerak bo'ladi, ishmaydigan dorilar ichmish kerak bo'ladi. Surunkali holatida og'riqlar unaqa kuchli bo'lmaydi. Bularda asosiy shikoyati tomoqda diskomfort, og'izdan yoqimsiz hidlar kelishi, anginasini bosganda ichkaridan kaziozniy massa, ya'ni probkalar chiqishiga shikoyat qiladi. Mana shu holatda asosan tomoq yuviladi. Ya'ni lakunalarning ichi yuvildi, haligi probkalar chiqazib yuborildi, haligi diskomfortli yo'q bo'ldi. Antibiotiklargacha o'tish shart emas bu holatda. Ba'zi holatda bemorlar keladi, tomog'i ozgina og'riyapti, isnasi chiqyapti, ya'ni kataranli holatda, ya'ni endi kasallik rivojlanayotgan paytda tomog'ini yuvib beringlar deb kelishadi. Bu holatlarda biz yuyimiz, назначение qilib beramiz, ya'ni uy sharoitida davolanishiga yozib beramiz. Endi ba'zi bemorlar borki, o'sha yuvib bermaganimizga qanaqadir norozi bo'lib, xafa bo'lib chiqib ketadiganlar ham bor. Bu videoni tez-tez tomog'i og'rib, tez-tez yuydiradigan tanishlarga jo'natib